Ustakalar sizlar uchun video obzorimiz DTC ZASH DTC on off. Ya'ni maska qilib beradigan cheklar yonib qolganda, motorda neispravnost bo'lgan vaqtda cheklar yonadi. Cheklar yonganda maska qilib tashlaydigan cheklarimiz bor, maska qilib bo'lmaydigan cheklarimiz bor. O'sha chek chiroqchasi yonib qolganda bizni programma orqali bemalol maska qilib berishlari mumkin. Bu qaysi programmamiz? Bu ZASH DTC on off 3-versiyasi orqali. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz mashinadan proshivka o'qib olinadi birinchi o'chirtda. Proshivkamiz bin formatda saqlanib qilinadi agarda Cobalt yoki Spark avtomat bo'lsa. Bizda programmamizda Cobalt, Gentra, Nexia 3, Spark, Malibu 1 mashinalariga tayyor bo'lgan modullarimiz. Demak, birinchi qiladigan ishimiz faylni tanlash degan knopkasini bosamiz. Bosgan vaqtimiz mana shunaqa ko'rinishda okno ochiladi va biz chiteniya qilib olgan proshivkamizni tanlaymiz. Bu bizda bin formatda saqlanib qilingan shift knopkasi bosilgan holda. Cobalt avtomobilini faylini tanlaymiz, proshivkasini. Tanlaganimizda ma'lumot beradi. Cobalt mashinasi, avtomobil rusumi Chevrolet Cobalt, EBU pasporti 51, EBU markasi Asidelco E83. Xo'p, bizda yonib qoladigan Cobaltda ko'proq muammo bo'ladigan narsa 0405 ashibkalar va hamma biladigan 2009. 2009. Bu yerga poisk beradigan joyimiz bor. Ashibkani qidirib o'tirmaysiz, poisk beriladi. Ya'ni 2009 ashibkasiga poisk berdik. Bizda chiqarib berdi mana. 2009 ashibkasi привод система изменения геометрически выпускного коллектор banka 1 низкий уровень degan ashibkani ma'nosi. Biz nima qilamiz? Bu yerda 0 dan 7 gacha bo'lgan galchka qo'yadigan joylarimiz bor. Biz 0 ga qo'ysak galchkani, ashibkani maska qilib o'chirib beradi. Demak, kollektorda turadigan datchikni maska qilib tashlaymiz. Ruschada o'sha chip tuning bilan birga bir ishlaydi, bir xil qilib beradi. Bu yerda yaxshi tomoni maskani qildingiz, agar sizga o'sha maska qilishingiz yoqmasa, joyiga qaytarib qo'yish ehtimolingiz ham bor bu yerda. Demak, yoqib qo'yish maskani. Demak, bunday qilamiz, yoqamiz. Biz o'chirishga qo'ydik. Demak, maska qilamiz 2009 ashibkasini o'chirish uchun. Endi tayyor bo'lganda bitta ashibkani bir martada o'chiramiz. Faylga yozish degan knopkani bosamiz. Bu yerda сообщение beradi. Ushbu proshivkaga yana o'zgartirish qilasizmi deydi. Agar siz yes va ha knopkasini bosadigan bo'lsangiz, bu yerda mana poisk bergan 2009 ashibkamiz o'chadi-da, yana poisk bering, qaysi ashibkani o'chirasiz degan ma'no keladi. Biz nima qilamiz? 0405 ashibkasini teramiz. EGR ko'pincha yonib qoladigan EGRga ashibka berdi. O'sha ashibkani ham maska qilamiz. Bunga ham galchka qo'yiladi va faylga yozish knopkasi yana bir bor bosiladi. Bizga yana o'sha сообщениеni beradi. Ushbu proshivkaga yana o'zgartirish qilasizmi? Biz yes deymiz agar yana qilmoqchi bo'lsak. Agar yo'q, faqatgina tugatdik bu holatda ikkita ashibka chiqqan, ikkita ashibkani o'chiramizda tugatdik desak, no knopkasini bosamiz, yo'q degan knopkani va bizga birinchi stok holatda turgan, chiteniya qilib olgan holatimizda turgan joyga qo'shimcha fayl saqlanib qilib beradi, kopировать qilib.
OK deb bosamiz, o'sha joyda ko'rsatyapti. Va ko'rishlaring mumkin. Mana faylga kirsak, bizda bu yerda ikkita bir xil nomli programma proshivka tayyor bo'ldi. Bu 509 Cobalt'imiz stok, 509 Cobalt stok va qo'shimcha bin DTC degan yozuv paydo bo'ldi. Akalar, mana shu holatda bemalol har bitta ошибкani chekni maska qilish mumkin. Bizda DTC on off programmamiz orqali. Kimga shunaqa programmalarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiraman, aloqaga chiqinglar. Ishinglarni a'lo darajada bitirishga harakat qilinglar. Bizning programma orqali.